Ala fusuqa va la jidala fil haj degansan. Hajimizni buzib qo'yishligimizdan o'zing asra. Allohim hajimizni vayron qo'yishligimizdan o'zing sen bizni hifzi himoyangda saqla. Hammamiz bir-birimizga mehr muruvvatli bo'lgan holimizda, bir-birimizga iltifotli bo'lgan holda, go'zal bir xulq siyratda aynan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytganlaridek "Xuzu anni manasikakum" dedilar. Hajjingizni, mansaklarini, amallarini mendan oling deya u zot kabi haj qilib, sahobalar kabi haj qilib, hajji mabrurni qo'lga kiritishligimizni Alloh o'zing hammamizga, barchamizga nasibul ro'za aylagin. Allohim har bir hojimizni bu yerda sendan so'rab turgan dunyoviy va uxroviy maqsadlari bor. Ya Rabbil alamin ijobat aylagin. Ya Rabbil alamin ijobat aylagin. Allohim farzand so'rab turganlarga olim va ulamo bir yo'la farzandlarni inom aylagin. Allohim bu yerda va ellarimizda bemor yotganlarimizga shifoi komillarni o'zing ato aylagin. Allohim qarzdor bo'lib turgan, qarzdor bo'lib qolgan azizlarimizga najot, tavfiq bergin. Alloh subhanahu va taolo elimizni, yurtimizni, yurtboshimizni o'zini hifzi himoyasida qilib, Allohim yurtimizni yana ham aziz aylasin. Ilohim butun dunyodan kelgan hojilar qatori bizlar ham hajlar qilib, eng namunali hajlar bo'lib, eng namunali hojilar bo'lib, Allohning huzurida ham malaikalar bizlar bilan faxrlanib, Alloh biz bilan faxrlanishini hammamizga ham nasibul ro'za aylasin. Va sallallohu ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين.